Bugun sizlarga 3 xonali patkulch xonadonni ko'rsataman. Boshqa yoqda bunaqa proyektni xonadon ko'rmagansizlar. Akkuratni qilib qo'yilgan, joyi ham zo'r emas, lekin bachkana emas. Chiroyli remontdan chiqarilgan, hali hech kim yashamagan. Narx-navolarni oxirida aytaman, 3 xonali xonadonimizda mana shu 7 qavatli binomizning birinchi qavatida joylashgan Novostroykamiz bo'ladi. Hozir turgan manzilimizda Yashnobod tumani Izzat ko'chasidamiz. Ko'pchilik biladigan Vodokanal. Shunda Vodokanalning oldidagi Novostroykalarimiz bo'ladi. Atrofida ko'rasizlar, parkovkadan muammo yo'q. Bunaqasiga o'zini plashatkalari, bolalar o'ynaydigan maydonchasi orqa tarafida bor. Endi ichkari kiramiz, batafsil ko'ramiz. Pod'ezddan xonadonimizga kirib kelar ekanmiz. Videoni boshdan aytaman. Xonadonimizda yangi remontdan chiqqan, hali hech kim turmagan, hamma sharoitlar bilan qilingan. Shunday kelasizlar, ba'zi mebellarni olib kelasizlar, bo'ldi, yashab olsanglar bo'ldi. Kiramizda o'ng tarafdan ko'rasizlar, mana shunaqa barxtning o'zini, divanli zona desak ham bo'ladi. Oyoq kiyimlarni o'tirib kiyadigan joy, tagida mana shkafchalari ham bor. Chap tarafdan ko'rayotganinglardek, bu yerda dekorativniy zona qilingan, oynani ko'rasizlar. Sochlarni tarab sekin eshikdan chiqib ketaveramiz. Bunaqasiga bo'lsa, shkaflari qilingan, bu ham barxtning materialidan foydalanilgan ekan. Ketdi, endi xonadonimizni ko'rishdan davom etamiz. Kirganimizda chap tarafdan birinchi ko'radigan xonamiz bu umumiy hojatxona va yuvinish xonamiz bo'ladi. Hojatxonamizni ko'rayotganinglardek, installyatsiya hojatxona bo'ladi. Juda ham yaxshi, chekarni qilib qo'yilgan. Remontimizga qaranglar, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, o'zi xonadonimiz 73 kvadrat, 3 xonadan iborat bo'lishiga qaramay, studiya formatda mana shunaqa hol qilingan. O'tiradigan uголокный divanni mana shu yerga joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Ko'rasizlar, zonani juda ham chiroyli tanlangan. O'zi tayyor dizaynskiy proyektda qilingan. Mana dizaynda qanaqa mebel joylashtirishlarini ham taxminan ko'rsatib o'tamiz. Endi qaranglar, bu hol bo'ladigan bo'lsa, chap tarafdan biz oshxonamizni ko'ramiz. Oshxonamizni lekin har qayerdan yorib qo'yishdi, ko'rasizlarmi? Ranglar bejirimligi, bunaqa duboviydan foydalanishgan, teglari to'q, ya'ni sirli bo'ladi. Bunaqasiga stolechnisalarimiz, xullas hamma yoq chiroyli holatda bo'lib turibdi. Даже xolodilniklargacha qo'yilgan, gaz plitasi bor. Tashqariga qaragan derazalar mana chiroylikkina, pardalari ham ilg'i ham bo'ladi. Endi ketdik, xonadonimizni ko'rishni yana davom etamiz. Bunaqasiga yana o'sha holga qaytdik. To'g'ri yuradigan bo'lsak, bizda yotoqxonamiz bo'ladi. O'ng tarafga ko'rasizlar, yotoqxonamiz juda ham chiroyli remontdan chiqarilgan. Devorimizning orqasida xohlasanglar bu xonani garderobniy qilinglar yoki ish zonasi deb o'zi mo'ljallagan ekanlar. Okamlar ko'rasizlar, pardalari ham ilg'i, tashqariga qaragan derazasi mavjud. Havoni bemalol aylantirib qo'ysak ham bo'ladi. Eng zo'r tarafi, qaranglar, eshikdan kirganda mana bunaqa stroyning o'zini garderobniysi qilinibdi, dapatalka bo'lib turibdi. Bu yerda ham derazalari mavjud, pardalarigacha ilingan. Xonadonimiz bo'ylab to'pli pol, radiator tizimlari o'rnatilgan. Shu xol o'zida ham mana konditsionerlari o'rnatilgan bo'ladi. Ketdik, xonadonimizning navbatdagi 3-xonamizni ko'ramiz. Bolalar yotoqxonasi, ikkita yotog'i bilan birga matrasni endi o'zingizlar sog'ib olasizlar, endi yotog'i bilan qilingan, ko'rayotganinglardek. Bu yoq xonamizda eshik bilan kiramizda bolalarni dars qiladigan xonasi qilib, juda ham chiroyli yechim qilingan. Xohlasanglar garderobnisini ham mana shu yerga joylab qo'ysanglar bo'ladi. Xona juda keng bo'lib turibdi. Даже garderobni shkaflari ham shu yerda joylashtirilgan bo'ladi. Tashqariga qaragan derazalari mavjud va bu yoq tarafdan ushbu xonamizda dekorativniy zonasi deb ayta olamiz. Aksessuarlarni joylab, ko'rasizlar, skriti qilib, devor bilan splashnoy qo'yilgan. Xonadonimizda 73 kvadrat tashkil qiladigan bo'lsa, orientir beraman yana bir marta. Mana bu yoq tarafdan Vodokanal shundoq ko'rinib turadi. Shundoq orqasida joylashgan Novostroykamiz bo'ladi. 73 kvadrat metrli 3 xona birinchi qavatda joylashgan. Narxi bo'lsa $81,000. Kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar, ustiga kelsanglar, balki yana ham kelishtiradigan joylari bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.